Aygül, sizni mehmon qilaman deb va'da qilgan tursam, siz meni mehmon qilsangiz qanday bo'ladi? Takalluf qilmangma direktor. Men qaytib kelib siz bilan uchrashdim. Demak biz haqiqatan chiqishib qolgandekmiz. Buningdan keyin Kosanda taraqqiy qilishimda chetda qarab turmassiz, ha? Qarab turmayman. Qarab turmayman. Bundan keyin menga hojitingiz tushsa, tortinmay davram. Qandaqligimni asta-asta bilib qolasiz. Boshi gapni demay. Do'stlar uchun tik cho'qiga chiqishdan, o'ttingizga kirishdan yonmayman. Meningcha shundaq taq qilasiz. Biroq nima biroq? Hey? Menga ishonmayapsizsiz? Yo'q, undaq emas. Demoqchimanki, kelgusida o'zim yolg'iz Kosanda haqiqiy putirab tura olishimda yana nurg'un o'ylamagan qiyinchiliklarga yo'liqishim mumkin. Qiyinchilik uchrashingiz turgan gap. Hey? Shu chaqda meni istamamsiz. Yana opangizmi bor-ku? Uning Kosanda amaliy kuchi zo'r. Yo'q. Rastini eshitsam, men opamga tayanmayman. Mening Kosandaga kelishimga u aslidan qarshi edi. Ishonamanki, mening sherkitim cho'qim cho'ng ishlarni qila oladi. Yaxshi. Jasoratlikkansiz. Hey? Demak, kelgusida yaxshi hamkorlashib ketgudekmiz. Qani, hamkorligimiz uchun ko'tiraylik. Qani. Bu tarafga berib boqaylik. Ma'qul. Ma direktor, bu yani alaydan menga ep qo'yibsiz-da. Bu yandamsiz? Bu yer bo'sh o'rin ekan. Mening birinchi mablag'im mushiyaga selinsin. Bu yani men ijaraga olay. Hey, Aygül, bu So'di shaharchisidagi oltin yer. Basi nihoyatda yuqori. Nima uchun bo'sh turibadi desangiz, hamma raqobatlashyapti. Yana kelib, bahosimi o'zliksiz o'syapti. Hech qisi yo'q. Men raqobatga qatnashaman. Qo'lga keltira olsamla, hammani olaman. Yana sotadigan yer, ijaraga beriladigan o'rin bormi? Eg'ir ko'mayman, o'qish bering. Menmi cho'ng tijorat qilaman. Rasma? Chaqchaq qilganim yo'q. Aygül, hamkorlashadigan sherik qilib, sizni tanlab to'g'ri qilibman. Ishonamanki, tijoratimiz cho'qim ro'naq topadi. Jo'ram, o tarafni aylib kelaylik. Ma'qul. To'g'ri. Yan. Siz obdanroq o'yinib beqing. Nima uchun yaqindan beri orq-orqadan masala ko'riladi? Bu zada nima uchun? Mo'shundaq bo'laversa, biz shahar aholisiga nima deb javob beramiz? Yana yuqori tavanga nima deb javob beramiz? O'z sistemamizga nima deb javob beramiz? Konkret qandaq ishlasangiz mayli. Biroq sizga aniq deb qo'yay. Endi qayta masala ko'rilmasin. Deganingizda qilaman. Xayr xo'sh. Boshqarim boshlig'i. Yana tanqid oldingizmi? Siz. Jonazirning meni tanqidligini to'g'ri bo'ldi. Bizdan kalla ishiltib harakat qilishni talab qildi. Hey, ko'pchilik, bu yoqqa kelinglar. Baya Jonazir yo'l yo'riq berib, bizdan cho'nqur o'yinib yiqishimizni talab qildi. Qani ko'pchilik, ko'z qarshinglarni o'tirib qo'yib yiqinglar. Boshqarim boshlig'i, men so'zlab baqsam bo'lamdi. Bo'ladi. So'zlang. Biz dushmanimizning qo'lidagi 660 ming Amerika dollarini qo'lga tushirdik. Shunga ular pulga bek muhtoj bo'lsa kerak. To'g'ri dedingiz. So'zlayvering. So'zlab bo'ldim. Aram mo'shinchilikmi? Sizni xeyli ilgirlab qoldi desak, ilgirlashingiz mo'shinchilikmi-ti? Boshqarim boshlig'i, yo'lovchilar avtobusdagi ahvolni biladigan bir qanchisini aniqladik. Qarab beqing. Mana. Tekshiringlar. Bir-birlab tekshiringlar. Bo'ladi. Rana. Siz shaharlik JX idorasiga telefon berib, o'tganki bir qancha delolarning zodi qandaq bo'lganligini aniq so'rab beqing.
Biz razvedka ahvolini o'z vaqtida egallab turishimiz kerak. Agar bizning qo'llashimizga ehtiyojlik bo'lsa, butun kuchimiz bilan hamkorlashamiz. Ular yana xalqaro yig'in markaziga bo'lgan qo'g'dashni kuchaysin. Kelgan har bir mehmon bilan vakillarning mutlaq bexatarligiga kapolatlik qilsin. Ular yana odam, aslahalarni saplab, pul muomala sistemasidagi naqd pulni qo'dab epning xizmatini kuchaysin. Siz darhol xabar qiling. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Ma'qul, tushundim. Bo'ldi. Pulni parkat qilinglar. Ma'qul. Boshqarim boshlig'i. Ha? Bu hujjatlarni ko'rib beqing. Vay, Qurilish bankisi qo'g'dash bo'limimi? Bu jinoiy ishlar razvedka ishxonasi. Tez! Tez bo'l! Tez! Tez bo'l! Chapsan bo'l, chapsan. Tez bo'l. Tez bo'l! Neqa? Ha, bo'ldi. Tush. Chapsan. Bola. Bu yoqqa. Tezroq bo'lmasa. Chapsan oile. Tez bo'linglar. Başa chiqinglar. Bo'la. Haydi. Voy. Shundoq. Nima dedingiz? Yana bir qitim dana. Janobi tog' yesi, bildim. Yezi bozor omonat qarz kooperativining pul yetkazib mangan bir mashinasi Janobi tog' yesiga borganda yo'lda bulashga uchrabdi. Qancha pul ekan? 400 ming. Ha? Nada? Janobi tog' yesida. Tez! Janubiy tog'i yezisi bormiz. Chapsan bo'linglar. Jihi idarasi. Tez. Yo'ldosh, ko'zingizni iching, ko'zingizni iching. Pulni ulab ketdi. Ular qancha odam? Aniq ko'ra oldingizmi? Ular ikki odam niqoblangan ko'k rangli Santana markalı mashinada pulni qochdi. Santana. Yo'ldosh, tez doktorxonaga olib boringlar. Ehtiyot qilinglar. Astroq, avaylanglar, astroq. Bey, tekshirish punktlari bilan harakat gruppasiga uqtirish qilib o'tinglar. Yo'lda o'tishayotgan mashinalarni tekshirsin. Jinoyatchi 2 odam. Ko'k rangli Santana markali mashina. To'g'ri, ko'k rangli. To'xtanglar. Mashina eshigini oching.
Kinishkingizni chiqarib, tekshiramiz. Mashinaning orqa sanduqini oching. Shundaq. Tafakkur yo'limiz keng bo'lsin. Oldirib ketishga bo'lmaydi. Mayli qandoq ish yuz bersin, dushmanning salyut planini ko'rib harakat qilishimiz kerak. Bo'ladi. Yan qaytib keldimi? Jonazir, tamog'ingizni isitib qo'ydim. Azroq yeyiling. Yan hozir nada? U hozir yo'lda. Yan qaytib kelgan hamon darhol mamala ko'rsin. Bo'ladi. Vay, anlab turing. Ahvol intayin jiddiy. Sizga hech qanday sharoit hozirlab beramayman. Siz fursatni ching tutib, eng tez sur'atda dushmanning ichki qismiga kirib, ularning salyut planining zodi nima ekanligini cho'qim aniqlab chiqing. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Ahvol intayin jiddiy. Bildingizmi? Kim? Kiring. Jonazir. Düşman har xil heli nayranglarni ishga selib, ko'z oldimizda qochib ketdi. Meni jazolang. Jazolang? Sizni jazolash bilan ish bitamdi. Düşmanning planini bechitqini bo'lamdi. Albatta. Bu ishda mening mas'uliyatim bor. Yan. Bu düşmanga qartilgan kurash. Bizning raqibimiz odatki jinoiy ishlar jinoyatchisi emas. Shunga masala ko'rilgan sari tamkin bo'lishimiz kerak. Odam bak jiddiylashib ketsa, o'ng'ayli xatolik o'tkazib qo'ydi. Jiddiylashgan sari masalaning sirtqi ko'rinishini ko'rdi. Bo'ldilar, bu gaplarni qilishmayli. Ahvol qandayroq? Vay, lavdangma. Siz nada? Mandaq ishdi. Siz sahardila yezbaza amanat qarishga paratoqi berib, pul o'tkab mangan mashinaning bulashqa uchrash delosini tekshirib baqqan bo'lsangiz. Yana Ranaga telefon berib qo'ying. O 3 kun ichida, yo'q, 2 kun ichida 660 ming dollarning oshkorlanib ketishidagi yip uchini darhol aniqlab chiqsin. Ma'qul. Kiring. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizlar kimni izlaysizlar? Siz bu yerning direktorimi? Nima, o'xshamamdikanman? Yaqay. Biz jamoat xavfsizlik idorasidan sizdan ahvol egiligili keldik. Qani. Avval o'ltiringlar. Rahmat. Qaraganda biz so'rmoqchi bo'lgan savolni sizdan so'rsak bo'ladi. To'g'ri. Qani so'rang. Batur, sizlarning idoraning odamimi? Shundaq, qo'lasimki kasbiy bilim boshlig'i. Nima, uningga bir ish bo'ldimi? Uning odat ifodasi qandayroq? Nayt yaxshi. Xizmatda mas'ul. 'Mas'uliyatchan, kasbiy iqtidori kuchli, o'zi durust, mening yaramliq yordamchim. 'Mas'uliyat? 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 '
Burun o saqchixona kirib baqqanmi? Yo'q. Uni bek obdan tushunadi ekansiz, ha? Albatta, uning qo'l ostida ishlayotganiga uzun yil bo'ldi. Bir aqitimi chatoq chiqarib boqmadi. Әмсі оның жәмиетке мұнасытын білемсіз. Jamiyatga munosabati. Bu tarafini ancha bilmaydi ekanman. Men faqat uning xotinining xalqaro bozorda tijorat qilganligini bilar ekanman. Jafosi ko'p. Batur vaqt topsila berib xotiniga yordamchidir, hey? O zodi nima ish qilib qo'yibdi? Ha, hech nima. Undaqda uning ahvolini egallab nima qilsizlar? Kechiring, buni hozir sizga deb bermaymiz. Mundaq bo'lsin, siz bizni Baturning ishxonasiga boshlab kiring. Onundan so'raydigan ba'zi ishlar botdi. Bo'ladi. Batur. Ha? Bu ikki nafar saqchi yo'ldosh sizdan ba'zi bir ahvollarni egallamoqchi ekan. Ha, bo'ladi. Mana bu yoq bilim boshiq Batur. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizlar paranchinglar. Mening ozroq ishim bor edi. Rahmat sizga. Xo'sh bo'lsa. Qani, o'ltiringlar. Bugun sizdan ba'zi ahvollarni eglash uchun kelgandik. Yo'ldosh, men eski ish qilmadim-ku. Sizni eski ish qilding demidik-ku. Sizdan so'rab baqay. 660 ming dollarning ishidan xabaringiz bormi? Ba. U Tayirning bilimidi. Ha, shundaq. Әміз Тайырның чатаққа yo'liqqanligini cho'qim uqdi ekansiz. Vaqa yuz bergan oqshimi Tayirning uyiga borganmidingiz? Uning uyiga? Shundaq. Borgandim. Onun uydan chiqib nalarga bordingiz? Kimlarla uchrashdingiz? Shu kuni oqshimi savdo bozoridan qaytib kelib, ishim surib ketib, hech naga bormadim. Ishonmasangiz xotinimdan so'rang. Deganlarimning hammasi rost. Nima bo'ldi? Biror ish bo'ldimi? Batur. Tayirning kelishmaslikka uchraganligini bilamsiz. Men bilmay qolamdim. Do'stlarning hammasi biladi. Tayir ichini chiqardi, o'lib ketibdi. Batur, bo'ldi, yig'lamang. Tayirning qarz pul olganlik ishini boshqalar deganmidingiz? Sizlar xabarni oshkorlabdi deb meni gumon qilyapsizlar. Men demedim. Men hech kimga demedim. Shu kun oqshom qo'zg'im og'rib ketib, uydan hech naga chiqmadim. Tayir mening yaqin do'stim tursa, men unga sotqinlik qilamdim. Xudo haqqi yolg'on aytgan bo'lsam, tilim qurisin. Men rasl yolg'on aytmadim. Yolg'on aytdingizmi yo'q, hamon aniqlandi. Siz Tayirning yaqin do'sti ekansiz. Xizmatimizga hamkorlashingizni so'raymiz. Bo'ldi. Cho'qim hamkorlashaman. Meryem, siz o pulunu sanab yiqing. Naman, yana odam o'ltirdingizmi? Yo'q, qay. Amisi o nima? Meryem, bu amalsızlıktan qilgan ish. Meningcha, siz meni tushunasiz. Uning ustiga Ular puhralag'u. Ya ular saqchi bo'lmasa? Meryem gapimni anglang. Ya sen! Xo'jayin, Eşyanı bosan. Keler qaytdim. Qandaqlı hərəkət qısaq. Meryem bilib qalmısın?
Nemi demekçiden? Olağı uqtırıp et. Derhal tın-tınlısın. Biz teximi köp pulga muhtaç. Hop. Hay, Lodan, Lada? bu yerda ekansiz-ku. Nimani tekshiryapsiz? Eliqi tömürçünün ahvalını tekshiryapman. Yaxshimisiz? Tekshirishdan biror natija chiqdimi? Hozircha hech qanday natija chiqmadi. Boya saqchixondagi Lavjovdan so'rasam, Sodiq odati bak yuvosh, shukur qanot qilib o'tadigan odam. Bir chatoq chiqarib qo'yganini biz bilmaymiz dedi. Biroq 660 ming dollarning ishi, yana pul yetkab mangan mashinaning xabari hozirmi shu odamga munosabatlik. Sizlar bu odamning intayin gumonliq ekanligini his qilmadinglarmi? Men shunday o'ylagan. Bo'lmasa, bunday qilayli. Qaytib berib obdaroq muzokiralash baqayli. Bo'ladimsa, biz mangaylik. Ma'qul amsa. Biz maqdiq. Xo'sh amsa. Ha, eg'ir ko'may, bu yani yig'ishtirib qo'yasiz, ha? Mangaylik. Gördün mü? Mana bu yer. Sen bir qancha adam başlap berip, çoqum iniqlab kelishing kerak. Ma'qul. Sizlar muhimi bu yani. Yana bu yani. Bu yo'lni bo'ylab, udul mengib, bu atrofni iniqlab kelinglar. Xo'jayin, qarang. Bu bombani tangini bo'ptimi? Bo'pti. Xo'jayin, biz buni kun bo'yi tengib yurib, zodi nima ish qilamiz? Urush qilamiz. Urush? To'g'ri. Urush deganda odam o'lidi, qon to'kib qurbon berishlar bo'ladi. Ba'zilar bizni terrorlik harakatlar bilan shug'ullanyotidi, deyishyotidi. Biroq bizning terrorlik harakatimizmi bir xil yo'l, bir xil vosita. Buni cho'qim ko'pchilik qabul qilish kerak. Abbas, bizning hozir qo'llanayotganimiz mana shunday favqulodda bir vosita. Buni tushunamsan? Tushundim. Yaqub, Ha? bu joy biz uchun intayin muhim. Qattiq ehtiyot qilib, inchikilab tekshiringlar. Tushundingmi? Tushundim. Abbas, quloq sol. Ha. Sen bir qancha odam boshlab berib, bu yerning ahvolini inchikilab tekshirib kelgin. Bizning keyingi nishonimiz dal mushu joy. Bo'ladi. Sanaq bo'ldingmi? Xeyli jiq bo'lgan, ha? Yalqin direktor. Siz meni ishxonamda nima ish qilasiz? Qadrlik bo'lim boshlig'i. Xizmatdan boshqa vaqtimi bak oldirashgansiz. Hatto kashtimi bekor yurmay, bizga nurg'un foyda yetkazib o'tibsiz. Men shirkatimizga vakolatan cho'qim sizni mukofotlayman. Yalqin direktor, o'ltiring.
Bu zada nima ish? Bu Men bu pullarni sizning xizmat ishxonangizdan tep chiqdim. Nima? O'zingizning pulini bilmamsiz? Acaba bu pullar sizdan emas o'xshamamdi? bu pullarni ishxonamdan topdingizmi? Sizning demoqchi bo'lganingiz o'g'ri bor demoqchi. Shundaqmi? Meni gangirtib qo'ydingiz-ku. Men faqatla tushunmadim. Bator. Buncha ko'p pulni nemishqa bankaga qo'ymaysiz? Hech bo'lmasa uyingizda qo'ysangizmi bo'ladi? Bu kundalik kasb ishiltadigan pul. Kundalik kasb ishiltirgan pul. Meningdek bosh direktordimi bunchalik jiq pul yo'q. To'g'ri, kasb ishiltadigan mening shaxsiy pulim. Undaqda bunimi kasb ishiltamsiz? Bu mening emas. Bu kimning? Men bilmayman. Bu sizning bo'lmasa, undaqda kimning? Undaqda bu nima? Bunimi o'z kasbingizga ishiltamsiz? İçib ko'rib baqayli. Yalqin direktor. Hajati yo'q. İçim. İçim. Bunu nimaga ishlatmoqchi? Buni bir do'stimga bermoqchidim. U o'yinchiq yasaydi ekan. O'yinchiq yasaydi ekan. Qaraganda odam o'ltiradigan o'yinchiq yasaydigan o'xshaydi. Yo'q. Buningda o'yinchiq yasasa, rasla yaxshi o'yinchiq yasaladi ekan. Bator! Shunga JX idorasidagilar kelib sizni izlab kelganda, tena olay deyapsiz. Bu plat turbining nimaga ishlatilganligini meni bilmaydi demsiz? Ha? Siz buni ishiltib ko'rganmi? Yalqin direktor. Siz bilib oldingiz. Oldingizda yolg'on aytishimni hojati qolmadi. Rostini desam, biz ozg'ina maosh ham mukofotga tayinib uy setib olish ham mashina setib olish u yoqda tursin. Yaxshiroq yeb ishimizga ham tamom kelib chekishimizga yetmaydi. O'chig'ini desam, bu qurol yasaydigan material. Bir do'stim tepib berdi. Men oz to'lib pul tepib xajlay deb yursam, biroq siz ko'rib qoldingiz. Yalqin direktor. Endi bu ishni siz qandoq bir taraf qilmoqchi bo'lyapsiz? Siz onchi qandoq qilsam bo'lar? Bu ishni JX idorasi yoki saqchixonaga ma'lum qilmassiz. JX idorasi yoki saqchixonaga ma'lum qilsam, bundan keyin siz mening oldimda bundoq turib paranglashmaysiz. Yalqin direktor. Nima desam bo'lar? Bugun menga bir qitim yordam qildingiz. Men yaxshilikni bilmaydigan tuzkur odamlardan emas. Men cho'qim yaxshiligingizni qaytarman. Xotirjam bo'ling. Bator. Nima deyapsiz? Agar o'sha to'mirchida rostla masala bo'lsa, u biz uchun cho'ng bir beliqda, ha? Ya'ni shu gap. Yalqin bilan Bator cho'ng beliq emasmi? Birdam jim bo'lsanglar-chi. Hashim, tezroq eding. Ma'qul. Yalqin direktor, marhamat. Bator, meni nemishqa bu yerga yeb kelsiz. Yalqin direktor, avval o'ltirmamsiz. Bu yana muhiti intayin yaxshi. Qani, o'ltiring. Boy bir ishni deyishni unutib qopdiman. Qani, davrin. Bundan keyin mal sotganda xaridor pulni bersa, ordan oz pul qayirib olmaydi deb sizga qanday ishonaman? Hili nayrang ishlatmaydigansiz. Yalqin direktor, qarag'anda siz yana menga ishonmaydigansiz, a? Odamning ishiligini bilgili bo'lmaydi. Bundaq cho'ng xatarga tavakkul qilishdan qo'rqaman. Amasa sizni qanday qilamiz? Ikkimiz hamkorlashgan sheriklardan bo'lgandan keyin sodini 100 tirani qilishimiz kerak. Har qitim xaridor pul topshirganda, men bu naq maydonda bo'laman.
Bo'ladi. Xotirjam bo'lamisiz? Kelar qatim ishimiz birga boraylik. Yana bir gap. Nima? Yana qanday gapingiz bor? Bundan burun xeli jiqnab qolgansiz. Yaqinda opam balni istayib qolgan. Qo'lim sal qisqa bo'lib qoldi. Siz boya halovatni tang ko'ramiz dedingiz-ku. Ikkimiz taqdirdoshlardan bo'lib qoldik. Shuni siz menga yo'l ko'rsatgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Rostini desam bu ishni men 2 qatimli qildim. Beshingizga kun tushibdi. Shunga men yordam qilmasam bo'lmaydi. Hozircha bu 3000 ko'yni ep turasiz. Yo'q. Bo'ldi, bu pulni olmay. Yalqin direktor, bu pulni cho'qim elishingiz kerak. Olmasangiz bo'lmaydi. Bo'ptamsa. Bu pulni mening o'rnimda siz saqlab qo'ying. Biroq uka, sizga shuni eskartib qo'yay. Bundaq ishni qilganda, rostini desam, kutilmaganda chatoq chiqib qolsa, turmada yotirgan gap, hatto kallik yitirgan gap. Aplashmasa, o'zingiz baloga qolasiz. Kimlar bilan munosabat qilyapsiz, buni bilmayman. Hatto bilishni xohlamayman. Faqat sizni ehtiyot qilishga ogohlantirib qo'yaman. Biroq bir nuqta esingizda bo'lsin. Siz loq go'sht yeganda menga sho'rpisini bersangizlar bo'ldi. Yalqin direktor, og'indarchilik yaraysizmi? Keyin kishilarimizda cho'qim yaxshi hamkorlasha olamiz. Bugun men sizni bir mehmon qilay. Kutkichi. Qanday? Usta, Sodiq To'mirchining do'koni qaysi tarafda? Sodiq To'mirchining do'koni oldi tarafda. Oldi tarafdami? Ma'qul, rahmat sizlarga. Arzimaydi. Fikam, mening dasmoyam bekli oz. Buningga pul bermasang bo'lmaydi. Pul bermayman dedim-mi? Yesib qo'ymamsan-va? Qancha qatim yezib qo'yma, Fikam, bunda qilmagan. Ozroq bo'lsin pul bergin. O'zingga ishtifong bag'ishmamda, ha? Fikam, men Hey, qarab tur, ha? Do'koningni o'ngtay-to'ngtay qilyapsan. Hey, to'xta. Pulni ber. Nim pulni? Cho'ginning pulini-chi? Ay, nerda? Onun pulunu be. Oy, qo'lim beraymi? Qo'lim bek og'rib ketdi. Qo'ymat. Oy. Beramsan yo'q? Beray. Oy. Mana, ala. Cho'giningni ilib yo'qol. Qapta. Oy. Bu ne ilan? Fikam, qaltis ish qildingiz. Rahmat sizga. Rahmat. O nima ish qiladigan odam? O mush atrofdagi uchiga chiqqan mutaham. Uning hech kim bir nim deyamaydi. Holiga vaqmay shiltir etib ketganda texi. Sizga nima kerak deb Fikam? Men yasab beray. Bana cho'gin kerakdi. Onni yasdiman. Ma'qul. Men hozir yasashni boshlayman. Ish haqini sizdan yerim bahoda olaman. Yo'q. Undaq deyman. Alnaqi bo'lsin. Men 2 kundan keyin cho'ginni og'ilib kelaman. Xotirjam bo'ling. Men rozi bo'lganda yasab beraman. Ma'qul. Men ma'yamsa. Ma'qulamsa. Xo'sh Fikam. Çokum deyiş gerek. Hey, ish bitdi. Haşim. Ha? Yaraysancımı her halda ilgirlepsen. Sizlarmi ko'rgansizlar? O ablaqning karomati chaqliqkan. Yaramas bir nima ekan. Hashim, siz o'zingizga qaltis chaqlamsiz? Nim bo'ldinglar? Bu o'zini ko'z qildigan vaqtmi? Men faqat uning ishonchiga ershay dedim shu. Uning ishonchiga ashundaq erishamdingiz. Unda qilsangiz chandırib qo'ymamsiz. Sizga deb qo'yay Hashim. Agar To'mirchi biz izlayotgan odam bo'lsa, siz kechirgisiz gunoh qildingiz. Ana deganlar to'g'ri. Men Endi qanday qilamiz? Bo'lmasa uni men kech kunduz kuzday. Voy, hozir kuchab ketyapsiz-ku. Unda qilsangiz uni urkitib qo'ymamsiz. Bo'ldilar. Bo'ldi. Qamlashmagan.
Yalqın direktor. Siz? Men. Ne bo'ldi? Bir ishingiz bormidi? Birisi mal almoqchi ekan. Kim o? Sizga deb bergan heliqi. Ishonchlikmi? Chadaq yo'q. Bo'pti, yuring. Juring. Ehtiyot qiling. Avaylabdan, ha? Ma'qul. Hey, Batur. Mo'shadi ushirchamdiq. Ha, mo'shiyada uchirishimiz. Nima? Mendan xotirjam Chatoq bo'lamayapsiz. chiqmasa? Bu ya mutlaq bexatar xotirjam bo'l. Hey, ehtiyot qiling. Soltak. Ayta, sen bana hayırlı kıldın mı? Qara seni. Bu nima degani? Nima degini bo'laddi? Sen başlap kelgan o adam zodi kim? Ayta. So'rash hojatma. O qo'ral sotadigan do'stim. Emis o nemişik temiz qilib yuriydi o. Bu qoida. Buni sen bilasan-ku, ha? Emisa mal qani? Pulchu. Puldan xotirjam bo'l. Avval malını ko'raman. Malni ko'rmoqchimi? Sadiq. Sen tushunmadingmi yoki mug'ambarlik qilyapsan, ha? Sen haqdan ehtiyot qilgandan keyin haq sendan ehtiyot qiladi. Bo'ldi, boshqa gapni qo'y. Pulni chiqa. Malni olasan. Ma'qul. Sen qaytib ketib xabarimni kut. Men sana deb qo'yay. Bu qatimqisi ras qo'ral. Agar mendan yuz o'rib boshqa odam topadigan bo'lsang, meni yuz xotir qilma deb qolma. Shundoq bo'lsin. Bu gapchi o pul olmay kapti-da. Qaramamdigan. Bu porkutakka bugun nim bo'ldi ekan tang? Hey, Batur. Men sizdan so'rab baqay. Siz onun bilan zodi nima o'yin o'ynayapsiz? Direktor, menga uval qilmang. Bu ishni faqat men 2 qatimlik qildim. Sizga yilnayrang ishlatishga mening haddimmi? U menga ishongani bilan men uni ishlamaymanmi? Rostlayli ishlatmadingizmi? Men sizga qasam qildiray. Agar sizga yilnayrang ishlatgan bo'lsam, meni yer yutsin. Siz bak. Yağdımı egizcimi. Yuring, qaytaylik. Aygül, muşiyaş şu. Kimni izdaysizlar? Baş direktorlarını izleydim. Baş direktor yo'q, bo'lim boshlig'i Batur ba. Rahmet. Ma direktor. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Yaxshimisiz? Baş direktor yo'q. Onun o'rnida men sizlarni kutib olay. Elaqa deyishib qo'ygan yani kögül kelgan toq. Bu yoq mening do'stim Aygül bo'ladi. Yaxshimisiz? Qarshilaman. Qani, juringlar. Men sizlarga bu ham ko'stay. Qani, juringlar. Aygül, bu yoq bölüm başlığı Batur bo'ladi. Tanışqanim xushalman. Ma direktor, mana mushiya shu. Bo'ladi ekan. Bu yerning doirasi xali kengkan. Aygül,
Sizningchi qandaq? Батыр, немишқа мұшындақ яқшы яны бош қойдыңла? Boş turayotgan yer emas. Burunqi boshliqlar ishiltishga qo'shilmagan. Bosh direktorimiz-mo bu yana yaqinda hödük aldı. Bu ishmo o'ng'ayga to'xtamadi. Avu konu öyləmislərningmi? U öyle aslida sklat edi. Qanaq ko'rib baqamsizlar? O öyləni chiqib etishinglar kerakdi-ku. Shundaqmi Aygul? To'g'ri, yo'nalishlik portlatish kerak. Yo'nalishlik portlatish? Demakchi bo'lganingiz portlatqich dori bilan portlatamsizlar? Bu hayron qolgudek ish emas. Hozir chet ellarda shunday qilyotidi. Azraqli portlatqich bo'lsalar, po'ngida qislar bo'ldi. Shunda qisaqo bo'ladi. Portlataversak, nurg'un materiallar isrof bo'lib ketadi ekan. Agar odam kuchi bilan chaqsaq, ba'zi materiallarni ishlatkili bo'ladi. Nimeli degan bilan yig'ilish shirkatida, ha? Eski tuski narsalar qanchalik pulga yaraydi? Bosh direktoringizdan agar putishib qolsak, Aygul xonim tatqan ziyininglarni to'lab beradi. Shundaq. Obdan gap qildingiz. Mayli, putishib qolayli, putishib qolmayli, bu ishning kari chaqliq. Sizlar kelgan-kansizlar, men bosh direktoriga vakolatan sizlarni bir vaqt tamoq bilan mehmon qilay. Shu munosabat bilan men Aygul xonim bilan obdan tunishib, yaxshiroq bir do'st bo'lib qolay. Qandaq, ha? Meningcha bo'ldi qilayli. Yalqon kelgandan keyin bir nima deyishayli, ha? Bo'ladi. Yalqon? To'g'ri. Men davatqanim ularning bosh direktori. Uning ismi Yalqonmi? Nima? Siz uni tanimsiz? Yo'q, tanimayman. Mundaqla so'rab qo'ydim. Mangayli. Mayli. Avtretlarim ko'rib baqinglar. Yo'q, hech nima demadim. Ma direktor, vaqt chiqarib tezlikda Yalqon bilan yuz ko'rsam bo'ladi. Chataq yo'q. Mushu 1-2 kun ichida hammani men o'rlashtiraman. Amisi sizga rahmat aytay. Rahmat aytay. Menga qanday rahmat aytasiz? Qandaq desangiz sizga shundaq rahmat aytman. Undaq bo'lsa bugun oqshom menga mansub bo'lasiz. Menga mansub bo'lasiz? Yo'q. Asli bugun kechda sizga hordiqchi beray degan. Mundaqdan bo'ladi. Deganingizdek bo'lsin. Hozir meni Qarlaylis shirkatiga olib qo'ying. Bo'lamdi? Bosh ustiga. Jiran. Marhamat. Appa. Bir ish bilan keldingizmi? Yo'q, sizni ko'ygil keldim. Rostlik qilib qolmoqchimisiz? Shundaq. Appa, nima demoqchisiniz? O'ltiring. Biz obdanroq paranglashib baqayli. Appa, nima deydiganligingizni bilaman. Siz yana qaytib kelganimga qarshi shundaqmi? Aygul, siz mening yolg'iz birli qizim. Sizningmi menga o'xshash bu yerga cho'kib qolishingizni xohlamayman. Cho'kib qolishingizni? Appa, sizga avarchilik keltirmayman. Bu qaytim men o'z kasbimni taraqqiy qildirish uchun keldim. Men undaq demoqchi emas. Demoqchimanki, burun dadangizga kelgusida o'zingiz tanlagan turmush yo'lingizda mengayverishingizga qo'shilaman deb va'da bergan edim. To'g'ri. Mana men o'z yo'limda mengayapman-ku. Yo'q. Demoqchimanki, jungoda tursangiz bo'lmaydi. Qaytib ketishingiz kerak. Nagili borsangiz, sizni qo'llayman, qizim. Yo'q. Appa, qaytib kelgankan men biror ish qilishim kerak. Bo'lmasa, qaytib kelib nima qilaman? Uning ustiga bu ham men tug'ilib o'sgan joy. Bu zaminni intayin yaxshi ko'raman. U burun mening tushim edi. Bugungi kunda tushimni reallikka aylantiraman. Biroq dadangizga yuz kelanmaydigan ishni qilolmayman. Appa, dadam hayot vaqtida mening xuddi o'g'il bolalarda kurash qilishimni, biror ishni qo'zg'ashga moyil bo'lishimni umid qiladi-ku. Hozir mening shartim hozirlandi. Appa, xotirjam bo'ling. Men sizning ham dadamning kutgandek yaxshi qiz bo'laman. Sodiq. Gapni o'ch qilishib olayli. Sen menga endi yilnayran ishlatkichi bo'lma.
Agar yana shunda qiladigan bo'lsang, biz hamkorlashmaymiz. Har qaysimiz o'z yo'limizga mengayveramiz. Ha. Ko'rishgan deyshayli. Esanda bo'lsin. Malni olasan, pulni bersan. Ha, to'g'ri. Bey, yalqinma. Men Batur. Gapimni anlab turing. To'g'ri. O siz bilan ko'rishiman deydi. Xotirjam bo'ling, men sizga dedim-ku. Hargiz chataq chiqmaydi. Ha. Bu yo'l kengri yo'l, xotirjam bo'ling. Ma'qul. Ma'qul emsa. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Bu yoqda. Hey, Sodiq. Voy, Batur. Sizlar ekansizlar bu. Tinchlikmi? Bu yoq bizning bosh direktor. Sen xilijiq temir tasak olaman degan-ku. Qanchalik olsang bizda shunchalik bor. Olaman, ammam degan. Qaramam sizlar hozir qo'limda ishchiq temir qiz. Qani bahasini deb baqsanglar. Xotirjam bo'ling. Bahasida cho'qim kelishalaymiz. Mal bilan pulni bir vaqtda almashtiraylik. Bo'ladi, shundaq bo'lsin. Bizning direktor bak aldirash. Amsa qan gapni keyin deyshayli. Maylamsa, keyin deyshayli. Ma'qul amsa. Xo'shamsa, keyin xo'sh, ko'rishamiz. Yalqın bilan Batur ekanligini aniq ko'rdingizmi? Aniq ko'rdim. G'alati ish. Yalqinmi bu ishga aralashib qopti endi? Meningcha, bu mutlaq tasodifiylik emas. Bo'ladi demsa, tekshiring. Lavdanga deb qo'ying, uni tekshirsin. Ma'qul. Vay. Qambar xonati. Qambar xonim, yapib qo'yaymi? Qambar xonim, yapib qo'yaymi? Yalbegishning soyasida tashlab qo'yaymi? Yalbegishning soyasida tashlab qo'yaymi? Rahmat sizlarga. Qani ko'taraylik. Qani. Ko'taraylik. Xo'sh. Rahmat. Qani ko'taraylik. Direktor, ikkimiz bir naqsh aytaylik. Qaysi naqshni aytamiz? Seg'inishni. Seg'inish? Ikkimiz bu naqshni etsaq bo'lmasmikan? Agar rostla aytirgan ish bo'lsa, direktor hasad qilib qolmamdi. U nima hasad qiladi? Ikkimiz tek to'y qilmagan tursak. Bo'ldi, aytaveringlar. Qani elingga. Ayting. Bo'pti. Etsaq ketdik. Kechirsiz. Telefon kelib qoldi. Kelinglar. O'zimiz aytamiz. 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 Nima? Menga ishonmamsiz? Ishonmasangiz bo'pti. Sizning qallingiz ilm-ikr bilan to'shib ketgan. Nimaga oldiraysiz? Vaqti bog'u. Bildim. Bo'ladi. Shunaq bo'lsin. U oddiy odam ekan-ku. Oddiy? Nima deganingiz bu? Uning ijtimoiy munosabatini deyman. Uyda onasidan boshqa hech kim yo'q ekan.
Özünün keçirmişleri yok ekan. Oddiy deganingiz bilan murakkab chiqib qolamdi, devi. Ögünüpsiz. Xato dedimmi? Yo'q, alg'a besipsiz. Ey, Rana. Yalqon daim chet elga chiqdi ekan, lekin bir masala ko'rilmabdi. Hozir masala ko'rilmagani qarabla, uningda masala yo'q degil bo'lmaydi. To'g'ri. Uni darhol kuzatishimiz kerak. To'g'ri. Bo'lmaydi. Biz yanala to'marchini kuzatishimiz kerak. Meningcha to'marchining do'koni ularning obdan aloqalash o'rni bo'lishi mumkin. Aloqalash o'rni? Meningcha bu gapning asosi bor. Mal qani? Pulchu. Ha? Biz baş deyishib olgan tuqqu, avval malni ko'rma. To'xta! Men sana dey, men bilan o'ynashma. Bo'ldi qilinglar. Nima ish qilyapsizlar? Qanday degan gap bu? Sodiq, bu senam nima qilg'ini? Biz degan so'dlishyapmiz. Bizni malni olmay quruq qolyapti deb o'ylab qoldingmi? Undaq ish yo'q. Avval sen pulni chiqar, ondan malni ko'rsa. Ha, qara, chiqamamsa, chiqara. Onun işi qara. Bo'ldi. Qarab baqay. Bu saxt pul emasdi, ha? Quruq gap qilma. Fika, biz endi og'ayni bo'lib qoldik. Shundaq emasmi? Shundaq. Ustam, ishkini Ustam, Kim? men cho'ginni aqli keldi. Mana hazır chiqaman. Sizlar buni ishga qo'yib orqa eshikdan chiqib ketinglar, tez. Ishkini echinglar. Mana hazırlachiman. Tinchlikmi usta? Aha, tinchlikmi? Ha, qani ishga kiring. Bugun hajab do'konni baldirli taqyapsiz-ku. Shundaq. Bugun biroz beshim og'rib, mijozim yo'q, yilni taqagandim. Amsa men buyurtgan cho'gillar teqib bitmabdi-da. Mijozim yo'q, ishlayolmadim. Bo'lmasa, atish kelamsiz ya. Qanchini bitkizgandingiz? 3 ni. Ha. Bo'pti-amsa. 3 cho'ginni hozir ep ketay. Qog'inni 2 kundan keyin kelib ep ketay. Ma'qul. Men sizga cho'ginni ep chiqay. Siz saqlab turing, ha. Ustam. Qaranglar sizni. Tozimi, o'rinkansizmi? Do'konni mushundaqmi qalaymiqan tutgan bor? Bo'ytaq emasmi, Ufka? Kun bo'yi hunar bilan bo'lib ketib, yig'ishtirishqimi yetishmaydi ekanman. Men sizga biror loyiq tonishtirib qo'yaymi? Bo'ldi-la, Ufka. Mening mush holimni ko'rsa, kimmi menga tegishni xohlaydi deysiz. Mana. Cho'ginni ep chiqdi. Ma'qulamsa. Men mangay qolgan cho'gillarni 2 kundan keyin kelib ep ketay. Xotirjam bo'ling. Sizga cho'qim hammani bitirib beraman. Bo'ladi. Ha, ma'qulamsa. Bo'ldi, turib qoling. Ma'qul, xo'sh. Xo'shamsa. Xo'sh. Yalqor, qandaq?
bu pulni o'ng'ayla topgandik. Baya novchilig'ingizni bir ko'sib qo'ydingiz, a? To'mirchi ustam tanqetib turibli qoldi. Rostdan desam, siz man qarganda bakla yomonkansiz juma. Qo'rq gapni oz qiling. Men shunda qo'yay. Bu kalli ketirg'a ish. Agar diqqat qilmay ochkorlab qo'ysangiz, avval sizni o'ldirayman. Meni men texi sizdan chataq chiqib qolamki deb ansirayapman. Chataq chiqsa esingizda bo'lsin, siz mo kechib ketamaysiz. Men mo kechib ketamayman. Hashim, kallangizning suyuami nima? Yana nim bo'ldi? Kim sizni buni terib keling dedi? Agar to'mirchi bu mushakning yo'qolganligini bilib qolsa, gumon qilmamda. Nima ish qilmoqchisiz? Men darhol berib qarab baqay. To'mirchi sezib qilib qechib ketmasin deyman. Navoda o sezmay qolsa-chu. Bilindirib qo'yamdiq. Tushundim. Jiring. Shundaymi? Xo'jayin. Tapanchqani? Xo'jayin, bu katta tapancha. Sadiq, yaraysan jumo. Rahmat. Xo'jayin, yana olamdiq ya. Olimiz. Qanchalik bo'lsa shunchalik olimiz. Biroq bas qimmatgan. Hey, buning bilan qaring bo'lmasin. Qoral yaxshi bo'lsa olaveramiz. Biroq yaqindan beri iqtisoddan biroz qiynalib qoldim, xo'jayin. Sadiq, yaraysan jumo. Xo'jayin, yana olamizmi? Olimiz. Qanchalik bo'lsa shunchalik olimiz. Biroq bas yuqori ekan. Hey, bahası bilan qaring bo'lmasin. Qoral yaxshi bo'lsa olaveramiz. Xo'jayin, yaqindan beri puldan biroz qisilib qoldim. Abbas. Xo'jayin, rahmat amsa. Yo'lda ehtiyot qil. Ma'qul. Ko'rishamiz. Biz mana shundaq yaxshi qurollarga muhtoj. Abbas,
Eğer keler qitim Sadık obdan tapançılan ip kelse senikini almaştırıp verme. Bo'ladi xo'jayin. 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 Gelsin. Neymiş oldu? İş çatak. Sadık'ın kendiga adam çıktı. Bu gepçe Sadık aşkarlanıp kaptı da. Ula bu tarafga kelib atıdı. Qancha adam? 2. Ikkili adam mı? Shundoq. Birisi qizga. Bir qizgan. Nahit yaxshi. Bu tapanchini sinab beqishning fursati keldi. Ularni ujuqtirib etaylik. Hop. Ular qayoqda? O tarafda. Ko'ringlar. Əbləhlə. Tez gidelim. Tez, menlar, tez. Vey, Sadık mı? Sen hazır nede? Dolu ezmenli ezmek tezrak bir gel. Tez bol. Yo'q. ishkir kirib qarab beqing. Bormikan? Yo'q. Qechibdi-da. Shundoq. Boshqarim boshlig'iga doklab qilay. Boshqarim boshlig'i Marana bu yerda jiddiy ahvol ko'rildi. Bo'ladi. Aytinglar-chi, Sadık bizga sotqinlik qildimi, nima? Mening shundoq. Shu. Abbas, seningchi? Men bilamadim. Nima? Xumpar. Amsa, sen sotqinlik qilgan o'xshamamsa, ha? Xo'jayin. Nayt aniqki. Masala Sadık degan xumpardan chiqqan. Naman. Bo'ldi, jiddiylashmang. Ciddileşmedim. Abbas, Ha? sen derhal Sadık diye eblahni aldımga ip kelgin. Ma'qul.
Boshqarma boshlig'i. Qarang, bu Qoralning stolimi nima? Stol? To'g'ri. Ehtimol. Boshqarma boshlig'i bu yoqqa keling. Rana, siz qayerda? Men bu yerda. Bu yerda o'nkur bor ekan. Bu ablah bomba yasash mutaxassis kerak emasmi? Xeyli ko'p yasabdi. Agar bu bombalar portlasa, bu yer xarobalikqa aylandi. Hashim, darhol bu yerni qo'g'danglar. Moshundaq bir bomba bilan bir minibusni portlatib o'tkili bo'ladi. Minibusliklarning hayot qilishi mumkin emas. O'ylab baqdinglarmi? Agar dushman aşı bombalarni 3dan 5dan qilib chatsa, qanday oqibat kelib chiqadi? Yüz noktada portlatish. Her bir noktaga düşman moshundaq bombadan zodi qanchani o'rlashtirdi. Bugun bizning ko'rganimiz faqat birli o'nkirdiki bomba. Düşmanning Salyut plani bo'yicha bo'lganda faqat birli o'nkir emasdi. Yo'ldoshlar, maqsadimni tushungansizlar. Jonazir, biz cho'qim vaqtni ching tutib, dushmanga ozroqmi fursat bermaymiz. Bo'ladi. Eliq to'mirchi bizning oshkora dushmanimizga aylangan ekan, darhol tutish buyrug'i chiqaraylik. Xo'p, To'rdim oshkorlaylik. Shu orqali dushmanlarni cho'chitib qo'yishimiz kerak. Tez bo'l. Xo'jayin saqlab turdi. Yaxshimisiz? Xo'jayin. Sodiq. Xo'sh. Eliqi yolqin degan zodi nima ish qiladigan odam, ha? Men uning bilan Batur orqali tanishgan. Anglasam u direktor o'xshaydi. Xili yo'li bor ekan. Biz ashundoq odamga muhtoj deb o'ylayman. Xo'jayin, uning bilan ko'rishib baqamsiz ya? O ne direktorken dedingmi? Shundoq. Men surishtirdim. U moddiy ashyolar shirkatining direktori ekan. U pat-pat chet elga chiqib savdo setiqmi qiladi ekan. O bizning tegi tektimizni bilamdi. Buni bilmaydi ekanman. Rast bilmamsan? Rastı bilmaydi ekanman. Batur bizning ishimizni asuli biladi, biroq Yalqin cho'qim bilmaydi. Baturning aytishicha, asuli pul tepish uchun u bizga qurol tepib beribdi. Yana Baturning aytishicha, Yalqinning salohiyati bo'lg'achqa bu ishning oshkorinib qilishidan qattiq ansiraydi ekan. Shunga Yalqinni bu haqda alohida ogohlantiribdi. Bu gapga Yalqinda chatoq yo'q ekanda. Shundoq. Hargiz chatoq yo'q. Ishonmasangiz, Batur ba, qachonlar desangiz uni chaqirib kelib oldingizda bu ishni isbotlayman. Sodiq. Xo'sh. Ketsang bo'ladi. Rahmat xo'jayin. Qodir. Men ba, xo'jayin. Uni kuzatgin. Ma'qul.